Do'stlar, bugun men sizlar bilan Dilxo'y. Bu videoni Shunday 2021 kanali uchun tayyorlayapman. Bu videoda siz bilan biz Melon Sandbox o'yinida o'ynaymiz. Bu o'yinni Play Market va Google ilovalaridan yuklab olsangiz bo'ladi. Bu o'yin menga juda yoqadi. Faqat Minecraft bundan ko'ra yaxshiroq. Men sizlarga buni qanday qilishini ko'rsataman. Bu vaqtni to'xtatadi. Bundan esa kerakli asboblarni topamiz. Aytganday, bugungi bizning vazifamiz esa odamni azoblashni sizlarga ko'rsatib berish. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Bu yerga odamni tayyorlash uchun birinchi yurakni bosib odam tayyor qilamiz. Demaydi, buni o'chiramiz. Yangi odam qo'yamiz. Bunga agar azoblashdan oldin tuziga azobla deganda bunga avval zirh kiydiramiz. Qo'ttig'idan. Kalapushi ham katta. Katta kalapush böyle. Keyin yo'q qilamiz. Yo'q degan buyruq beramiz. Relax. Yo'q. Yo'tadi hozir. Tamam. Endi oyog'ini, qo'lini, uchini qilamiz. Yaxlatib qo'yamiz. Vaqtni to'xtatamiz. Shu vaqtga bizga vaqt to'xtatish kerak bo'ladi. Bo'lmasa bu yerdan ularni qanday qilib topasam? Sekundiga berdim bizga. Shotgun kerak bo'ladi. Kerak narsa, eng keraklardan biri. Keyin yana bir vazifam sizlarga bulardan chiqadigan eng qo'rqinchli tovushlarni ko'rsatib beraman. Bu yerga avimni rashirganimdan o'zim ham afsuslanyapman. Yerda haqiqiy avim. Bu yerda esa gatligun, minigun. O'zimizda tilda men nima deyishimni aytaymi? Pulemyot deyman. Men tilimga o'rganib. Hab o'zimning gapim boshqacha. Pulemyotni, aniqrog'i minigunni yo'qib yaxlatib qo'yamiz. Endi biza asosiy qurollar boshladik. Asosiy qurollar yetishdi. Yangi kerakli qurolimiz lazer. Bu lazer chiqaradi. Buni qaytarib olamiz. Hozir. Budan ko'p zarar yetar deb o'ylayman. Men buni ko'rsatdim ham. Ularga yordamga qanaqa bo'ladi. Menimcha hozircha shular yetadi. Kommentariyada bu safar mantiqdan foydalanishni yozib yuboring. Biring tovushini esa toping. Qarang, bu qo'rqinchli yoki yo'q. Kommentariyada hammasini o'qib chiqib ularga javob yozib yuboring. Nimalar yo'q bo'ldi? Men tarmiltag'ini yo'qotib qo'ydim. Bizda bunaqasidan ko'p bor. Muzlatamiz. Aktivlashtiramiz. Yo'qda. Buni esa aktivlashtiramiz. Sizin qo'rqinchli.
Mesela neyince bahar da. Neyince sıcakta çok istiyorsun. Neyince Hazırlayın. Onu bir kastım diyeceğim. Söyleyeyim. Hazır olabilir. Bilmeyen insan. Kullanın konuşuyorsun. Bunu sizlerle Burası modelini şurasını mağaza katıyorum. Bunun ruhunu Isaac'a götürüp öyle yaptı. Param yok. Yarısı oradan böyle. Şimdi benim baş gerek. Bir dakika lan sakani. Onlar hadi yok oldu. Ana neyse. Ana neyse. Ne istiyordu başka yapmaya kalktı. Yeni tekrar. Aslında. Ne yazık ki geliyor. Başka yapmaya. Aslında gelip. Ama birisi mümkün mü? Ana hiç kendi odan boş kalmazdı. Sonra odamızı merak etip göremiz. Bizge zarar yetkazarken yok yok. Şöyle düşeceğim. Bizim maksadımız hazır. Buramız dikkat. Evet yok. Ya da uyusan bakacağım. Yok. Bak böyle. Hadi. Çok. Kim yapsa istiyor bayağı böyle. Çıkarmıyorsun bu böyle. Aferin harika yaptı. Yok. Aferin harika. Biraz yerle kılıçka. Şöyle. Hazır kılıçlıyor hemen. Aşağıda. Endi özüneki emas. Endi bu aşağını yo'qotib turamiz. Evet. Qo'rlamayapti, joyida turibdi. Endi bu yerga odam qo'yamiz. Biz hech nima qilmayapmiz. Biz bu yerda bitta odamni boshqarib turamiz. Buni ko'ramiz. Ana o'qilish lekin qandaydir qilib o'zidan qilyapti. Noluk odamimizni bo'rlaylik. Nima qilaylik? Sen odamga tegmasa kerak yo'q. Masalan, mana bu odamni tavlab urayman ana. Tiqinish. Bizning odamga tegilarmikan? Rangini o'zgartirishni boshladi. Ushla uni. Ushla qanva. Ushla o'ylamam buni. Ushla yo'q. Yo'q, o'zim boshqaryapti. Men uni aylantirganim yo'q-ku. Bu tinta bo'lyapti.
Ben ushladim. Burlar. Ben ushladim bunu. Menimcha hozircha nechimiz taraf yetkazmalab qo'ysam. Bu yerda odam bor. Yo'q. Shuni olib qo'ysa. Qanday bor bu yerda? Voyoq. Bu yerdagi ahsoqani? Nayza. Shuni Bundan seslenmeden bir iş gerek. Yerlerde ana bir yere kılıç kanı. Yerdeki kılıç. Bu odan kan taşlandı. Yani lekin nasıl korunun ama bu adam yine korunun. Buna tuttu. Ama bunu boşlar olmayana. Kılıçla hiç kimse girmeyipti. Man holi hiç balıklarım yok. Kılıç hamar öldürmekçi mi? Mana bunu boşlar olmayana. Kılıçka tegmeyin mana. Hiç balıklarım boşlar olmayana. Qanaydir qilib kuchi o'ziga qaytgan. Ana men buni xohlatyapman-ku. Senga tekkanimga yo'q, o'tib ketdi. O'tib ketdi. Buna bodam qo'yaman. Hozircha ko'raman. Qayerlarda bo'lishim? Hozir nima bo'lyapti? Odam yo'q. Odam o'zgarib turman. Dikinish. Qanday? Oy, teshib o'tib ketdi. Taqildi. Nima qilaman? Nima qiladi? Bu odamni ushlab turman hozircha. Hozircha uyam. O'tirgan yanima azab berdi. Nima qiladi? Nima o'ldiradi? Bitti desem burçakta kısıldı. Bazen bizim kendi görüyorsunuz. Ya akşamına kadar ne bildi? Ne? Bırak o zaman. Lazer, yüzden gidiyor. Lazer, öyle. Ne olacak? Buradan yok. Şimdi vuracak mı? Demek neyse yarış var. Tesla. Birga. Men videom shu yerdan tugataman. Va keyingi videolarda bu ruhlar qanday qilib asuraga kirish haqida gapirib beraman. Xayr, salomat bo'ling.